Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga O'zbekistonda o'sadigan andis o'simligining foydali xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Andis balg'amni yumshatib, uning chiqishini osonlashtiradi, yo'talni yengillashtiradi. Oshqozon faoliyatini yaxshilaydi, shu yo'l bilan ovqat hazm bo'lishini yengillashtiradi, ishtahani ochishga yordam beradi. Og'irlik va dam bo'lishini kamaytiradi. Tarkibidagi tabiiy moddalar organizmdagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishga yordam beradi. Tarkibidagi faol birikmalar esa organizmning himoya kuchini mustahkamlashga, kasalliklarga chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Antioksidant xususiyatga ega, erkin radikallardan himoya qiladi, hujayralarni qarishdan saqlashga va umumiy salomatlikni yaxshilashga yordam beradi. Videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Yana foydali shunday kontentlar qilib beramiz.